Qadimiy va navqiron bayram hammani bir qalbiga yoshlik, shukuhi, navqironlik, qayta tabiatning qayta tirilishi bilan bog'liq bir tuyg'ularni beradi. Men tilaymanki, butun xalqimiz har yili Navro'zni shunday go'zal bo'lib nishonlasin. Har yilgi Navro'zga yurtimiz yanada ilg'or natijalar bilan, go'zal bir natijalar bilan Navro'zlarni kutib olsin. Navruz Muborak. Navruz very nice. Navruz the best. Samarkand beautiful. Beautiful. We enjoy Weather, so much. weather. Samarkand is a dream. Мы каждый год сюда приходим, нам все очень нравится. В этом году особенно красиво, так украшено, так весело. Гуляние, посмотреть все обычаи, танцы, разные народов танцы здесь. Очень хорошо. Bugun chiroyli Navro'z bayrami bo'lyapti. Har xil laparlar aytilyapti. Mana sumalaklar, har xil milliy taomlar, ko'rgazmalari bo'lib o'tyapti. Hamma joyda Navro'z shukuhi gurkirab turibdi. İlk zırhlı diyor bilan ichkariga kira olmaymiz biz deb orqaga qaytib ketgan. 'Samarqand Men Janubiy Koreyalikman. Samarqanddagi ISFT institutida yoshlarga koreys tilidan saboq beraman. Talabalarimiz bilan bugun biz qadimiy bayramlaringizdan biri bo'lgan Navro'z selida ishtirok etyapmiz. Ochig'i ushbu bayramni bu darajada katta tantana qilinishi, unda odamlar farzandlari bilan ishtirok etib, xursandchilik qilinishini bilmagan edim. Bu mening O'zbekistonda, xususan Samarqanddagi yorqin kunlarim sifatida xotiramda bir umrga muhrlanadi. Bilasizmi, hatto ushbu jarayonlarni qo'l telefonimga tasvirga oldim. Endi bu tasvirlarni Koreyada istiqomat qilayotgan oila a'zolarim, do'stlarimga yuboraman. Men bu bayramni do'stlik, mehr-muhabbat va birdamlik tuyg'ulari jo'sh urgan kun deb atayman. Aziz yurtdoshlar, qadrli samarqandliklar, hurmatli tantana ishtirokchilari, sizlarni va sizlar orqali viloyatimiz ahli hamda mehmonlarimizni o'lkamizga qut baraka, omonlik va farovonlik olib kelayotgan ezgu niyatlarimizning timsoli hisoblangan qadimiy Navro'z umumxalq bayrami bilan samimiy tabriklayman. Siz ham ko'rdingizmi, adur tog'lar qancha yuraklarni, suv romlarini